qo'ymoqchiman. Grijasi bor odamni hech qachon beli og'rimaydi. Ya'ni ko'pchilikda bemorlar davolangandan keyin belida og'riq yo'qolsa ular yaxshi bo'ldim deb o'ylaydi. Lekin bu nabarot kasal og'irlashganini bildiradi. Holatda grija bo'lmagan holatda bemorda faqat bel og'rig'i bezovta qiladi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa shikoyat. Lekin uje kalsiy yorildi, grija holatga o'tgandan keyin dori foyda qilmaydi. Listiz deganimiz umurtqalar bir-birini ustida o'ynab ketadi, ya'ni siljib ketadi. Umurtqada o'ynab ketadimi? O'ynab, bir-birini ustidan surilib ketgan holatlari bo'ladi. Umurtqani orasidagi disk yorildimi, davolanish foydasi. Listizni masaj qilsangiz battar bo'ladi. Stenozni tortib qo'ysangiz oyog'i ishlamay qoladi. Operatsiya qildirdingmi, bo'ldi, uje tugading, nogironsan. Avvalom assalomu alaykum Ahadjon aka. Assalomu alaykum. Aka, bugun siz bilan aynan o'z sohangiz bo'yicha, grija bo'yicha ko'plab savollarda, qiziqarli savol to'plab kelganmiz. Ushbu savollarga iloji bo'lsa, xalqona oddiy tarzda tushuncha bersangiz, o'z tajribangizdan kelib chiqqan holatda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Aka, suhbatimizdan oldin o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, kuzatuvchilarimizga qiziq bo'lardi. Ahmadjonov Ahadjon, Shuhratjon o'g'li. 91-yilda tug'ilganman. 2012-yilda Buxoro davlat tibbiyot institutini yakunlaganman va 2022-yilda Toshkentdagi Respublika neyroxirurgiya markazida klinik ordinatura yo'nalishida neyroxirurgiya bo'yicha tamomlaganman. O'shandan beri o'zimizda Bog'dod tumanida qo'shma shikastlanish bo'limi hamda Moderna klinikasida faoliyatimni olib boraman. Judayam yaxshi, tushunarli. Ahadjon aka, keling bo'lsa, bir boshdan savollarni berib boshlaymiz. Birinchi savolimiz shunday iboratki, disk churrasi, ya'ni grija o'zi nima? Oddiy tilda tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Disk churrasi, ya'ni xalq ichida grija degan kasallik, umurtqa pog'onasini kasalligi hisoblanadi. Bu asosan, demak, o'rta yoshda ko'proq uchraydi va asosan o'sha bel sohasida 4-5 bel umurtqasi hamda 5-1 dumoz umurtqalarining orasida uchraydigan kasallik. Bu ikkita umurtqaning o'rtasidagi o'sha disk yostiqchasi deymiz. Ana shu disk yostiqchasini, demak, yorilish hisobiga o'sha diskning ichidagi elementlarni kanalning ichiga surilib chiqishi hisobiga. Demak, mana shu yerdan hozir chiqadigan bo'lsa, o'sha grija hosil bo'ladi. Mana shu har bir umurtqaning orasida disk bo'ladi. Mana shu disklar yorilish hisobiga chiqib, u umurtqa pog'onasining ichidagi orqa miyani ildizlarini ezadi. O'shani hisobiga bemorlarda og'riq paydo bo'ladi. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Alhamdulillah, ikkinchi savolim, grija qanday kelib chiqadi? Asosiy sabablari nimalardan iborat? Xo'p, endi grijani kelib chiqishiga sabablar juda ko'p. Aynan bitta sababni olib ko'rsata olmaymiz. Sababi bu kompleks tarzda ta'sir qilgandagina grija paydo bo'ladi, ya'ni og'ir mehnat, jismoniy og'ir mehnat, kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi. Mana shularning hammasi o'sha grijani keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Asosan organizm sifatida olganda, organizmda qon aylanishi bilan modda almashinuvini buzadigan har qanday jarayon grijani kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Tushunarli. Bitta faktorni oldinga tashlay olmaysiz. Sababi masalan og'ir jismoniy mehnat desangiz, yo'q, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki masalan men o'zim ham og'ir mehnat qilganman. Menda masalan grija yo'q. Kam harakatlilik desangiz, ofisda odamlar bor, hammasida grija bo'lishi kerak. Bunaqa emas. O'shaning uchun organizmda qon aylanishi buzilishi va modda almashinuvining buzilishi bo'lsa, ana unda grija paydo bo'ladi. Lekin bitta faktor o'zi bilan grija paydo bo'ladi. Demak, hozir mana shu umurtqalarimizga qon aylanib vitamin yetib bormay natijasi kelib chiqadimi o'zida? Xuddi shunday kelib chiqadi. Sababi umurtqalarning orasidagi disk elastik xususiyatga ega bo'lishi kerak. Ya'ni siz sakragan paytingizda, yiqilgan paytingizda yoki og'ir yuk ko'targaningizda bu o'zini holatini qisqartirib, masalan yuk qo'yganingizdan keyin yana o'zini holatiga kelishi kerak. Bu elastik, bu amortizatsiya bu. Ana shu vazifasi yo'qolganda, ana shu xususiyat, elastiklik xususiyati yo'qolganda disk yorilishni boshlaydi. Ana buni grija deydi. Ungacha grija bo'lmaydi.
Ungacha faqatgina o'sha protruziya holati deymiz, ya'ni grija og'li holati mana bu U nima rasmda degani protruziya? ko'rsatilgan. Mana shu bo'yicha ham tushuntirib ketsangiz yaxshi. Xo'p, umurtqani orasidagi disk normada demak uni atrofini o'rab turadigan fibrozni kalsiyosi bo'ladi va demak uning ichida demak pulpozni yadrosi bo'ladi. Mana shu birinchi rasmda ko'rsatilgan mana bu sog'lom disk. Hop. Atrofida demak O'zi maxsus qatlam bor ekan. kalsiyosi bo'ladi, o'rtasidagi mana pulpozni yadro bo'ladi. Xo'p, protruziya holati keyin mana atrofidagi kalsiyoni bitta tomonlama mana zichlashishi yoki o'ng tomon yoki chap tomon uni farqi yo'q. Ana bu holat protruziya bo'ladi va bundan keyin mana shu kalsiyni yorilgandan keyin oqib chiqqan holati bu grija deydi. Ungacha grija hisoblanadi. Bu ungacha chiqqan narsa asosan nimaga o'xshaydi misol? Go'shtmi bu yoki qanaqadir bir suyuqlikmi bu? Yo'q, suyuqlik emas. Xuddi go'shtni payi bo'ladi. Xuddi payga o'xshagan narsa. U yo'qolmaydi hech qachon. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, Hajjon aka, grija kasalligi o'zi asosan qaysi kasb egalarida ko'proq uchraydi? Aytdim, u bitta kasb etib bo'lmaydi. Asosan misol sizga murojaat qilayotganlar bilsangiz kerak, mana shu bemorlar ko'proq kelyapti. Xo'p, endi kasb jihatdan oladigan bo'lsangiz, Lekin kasb kasalligi ham bo'lishi mumkindir. Kasb kasalligi nisbiy tushunchada absolyutni hech qaysi naqani ololmaymiz. Sababi aytdim, og'ir yuk ko'tarish desangiz, og'ir yuk ko'taruvchilarda hammasida grija yo'q. Masalan, ofisni kasallik, kam harakatlilikdan kelib chiqadi desangiz, kompyuterda o'tirib ishlaydiganlar hech qaysida masalan hammasida ham grija bor deb aytolmaysiz. O'sha aniq bir sababi bo'lmaganligidan buni ham aniq bir davosi yo'q. Bo'lmasa faqatgina konservativ. Aynan mana shu kasb egalarida bo'ladi deb. Yo'q, aytolmaymiz. Bu jins ham tanlamaydi, kasb ham tanlamaydi. Xohlagan odamda bo'lishi mumkin. O'sha noto'g'ri turmush tarzi bo'lgan, noto'g'ri ovqatlangan odamlarning hammasida bo'ladi. Demak, noto'g'ri ovqatlanish, kerakli vitaminlarni iste'mol qilmaslik ham grijaga olib keladi. Sababi bizning organizm mana yeyotgan ovqatimiz tarkibidagi barcha narsa modda almashinuvida ishtirok etadi. Ya'ni oqsil, yog', uglevod hammasi organizmga kirgandan keyin u metabolizmga uchraydi. Ya'ni o'sha qonimizda tarkibiga o'tgandan keyin u parchalanishi kerak. Parchalanganda kerakli energiya bizga paydo bo'ladi va o'sha bilan birgalikda keraksiz mahsulot ham chiqadi. U keraksiz mahsulot buyrak, jigar orqali tozalanib turadi. Ana shu keraksiz mahsulotlar ko'payib ketganda, ya'ni oshqozon ichak tizimida muammosi bo'lgan odamlarda ham kelib chiqadi. Sababi yetarlicha so'rilmaydi, organizmda qoldiq mahsulot ko'payadi va o'sha qoldiq mahsulot umurtqalarda atrofiga yig'ilishni boshlaydi. Ana shundan diskni elastikligi yo'qoladi. Shundan grija kelib chiqadi. Tushunarli. O'zimga ancha kerakli ma'lumotlar bo'lyapman. Xo'p, navbatdagi savolim, uy sharoitida grijasi bor yo'qligini sezish yoki qanaqadir bilish mumkinmi? Qanaqa yo'llari bormi? Albatta bilish mumkin. Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Grijasi bor odamni hech qachon beli og'rimaydi. Bel qachon og'riydi? Bel grijadan oldingi holatda, ya'ni aytganimizdek protruziya bo'lgan holatda bel og'riydi. O'sha yorilib, grija holatga o'tgandan keyin og'riq belda yo'qolib, oyoqqa o'tadi. Ya'ni ko'pchilikda bemorlar davolangandan keyin belida og'riq yo'qolsa, ular yaxshi bo'ldim deb o'ylaydi. Lekin bu nabarot, kasal og'irlashganini bildiradi. Основной osteoxondroz kasalligida o'sha grijani boshlanish belgilarida faqatgina bemorlarimizda bel og'rig'iga shikoyat qiladi. Ana o'sha holatda boshlang'ich etapda beli og'riydi. O'sha holatda konservativ davo foyda qiladi. Ya'ni dori bilan davolansa bo'ladi, o'tib ketadi haqiqatda. Даже protruziya holatda ham, hali kalsiy yorilmagan holatda ham dori bilan davolasa bo'ladi. Bemalol 100% davolasa bo'ladi. Fiziologik qiladi, suzishga boradi, elfika mashqlarini qiladi, bel mashqlarini qiladi, dori darmon bilan yaxshilasa bo'ladi. Lekin uje kalsiy yorildi, grija holatga o'tgandan keyin dori foyda qilmaydi. Dori foyda qiladi, qachonki og'riqlari pasayishi mumkin haqiqatda. Ma'lum bunda yo'qoladi. Lekin mana u yoriq hech qachon bitib qolmaydi. Bu turadi o'sha joyda. Faqatgina nervning sezuvchanligini pasaygani hisobiga og'riqlari yo'qoladi. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin og'riqlari 2 barobar kuchli bo'lib qaytadi. Ba'zi bir bemorlar eshitib qolaman, qanaqadir ukolni olishganda og'riq yo'qolibdi 6 oycha. Bu qanaqa bo'ladi endi?
Endi hozirgi kunda farmatsevtika juda yaxshi rivojlangan, og'riq qoldiruvchi ukollar yaxshi, juda kuchli ta'siri. Ularda hammasi o'sha nervlardagi sezuvchanlikni pasaytirish hisobiga og'riqlarni yo'qotadi haqiqatda. Masalan, o'zimizga ham keladi, grijasi 11 edi, massaj oldim, elfika qildim, dori-darmon qildim deydi. Grijam 9 bo'lib qolibdi deydi. Og'riqlar yo'q, kichraygan, nabarat. Og'riqlarim pasaydi deydi. Bu bo'lishi mumkin bunaqa holat. Lekin bu degani yaxshi bo'ldi degani emas. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin baribir u yuk ko'tarishi bor, harakat qiladi, sakrashi mumkin. Ana bu holatlarda eski chiqqan joydan yana qaytib chiqadi. Chiqib, masalan, oldin 11 bo'lgan bo'lsa, bizga qaytib kelgan payti 14, 15 bo'lib ketadi. Uji bu holatda nervlarni ezadi, oyoqlarda uvish paydo bo'ladi, oyoqlar muzlaydi deydi. Uji bular barisi asoratga ketadi. Keyin bizga o'sha operatsiya uchun keladi. Biz operatsiya qilgan taqdirimizda ham bemorlarda uvishish yo'qolmaydi. Lekin buni aniq bilish uchun nima qilish kerak? Qanaqadir aniq bilish uchun asosan yo'q. MRT tekshiruvimiz bor. Grijani aniqlash uchun MRT tekshiruvi qilinadi, bel sohasi ko'riladi, qaysi sohadan necha millimetr grija chiqqanini aniqlasa bo'ladi. Qayerda joylashgan bo'lsa bo'ladi. Da, bu juda ham murakkab bir kasallik emas, aniqlash qiyin bo'lgan kasallik emas. Oddiy bitta MRT bilan aniqlab olsa bo'ladi. Keyin o'sha asosan bemorning o'zini shikoyatlaridan ham bilib olsak bo'ladi. Masalan, qanaqa shikoyat bilan kelishadi? Aytdim-ku, birinchi holatda grija bo'lmagan holatda bemorda faqat bel og'rig'i bezovta qiladi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa shikoyat bo'lmaydi. Grija boshlangandan keyin, o'sha nervlarda qisishni boshlagandan keyin bemor o'sha og'riqni oyog'imga o'tib qoldi deb shikoyat qiladi. Boshqa hech qanaqa belgi bo'lmaydi. Grijani endi katta bo'lganligiga qarab, grijani keyin qaysi holatda chiqqaniga qarab shikoyatlari o'zgarishi mumkin. Og'riqqa qo'shimcha, masalan, uzoq muddat grija bilan kasallangan bemorlarda oyoqlarda uyushish, sovqotish, xuddali oyog'imda chumalib yurgandaqa bijir-bijir qiladi deydi. Ko'proq shikoyat shu. Boshqa hech qanaqa shikoyat bo'lmaydi. Roza ham o'tkazib olsa agar, keyin oyoqlarda sekin parez boshlanadi, ya'ni oyoqda kuch pasayishni boshlaydi. Ya'ni o'ng oyoqda masalan og'riq bo'ladigan bo'lsa, o'sha xuddi o'ng oyoqda kuchsizlanish bo'ladi. Shippagim yechilib qolyapti deydi. Kiygan tapchikam yechilib qolyapti, bilmay qolyapman deydi. Ana bu holatlarda imkon darajasida operatsiyani tezlatish kerak. Uje boshlangan kattalash. Uje kattalashi bo'lgan, nervda ezib bo'lgan, nerv yaxshigina jarohatlangan bo'ladi. Uni vaqtida oldini olish. Uni vaqtida oldini olmasa, uje nevrologik buzilishlar chuqurlashib boraveradi. Tushunarli. Xo'p, Hajon aka yana bir foydali tavsiya bersangiz yaxshi bo'lar. Ya'ni umuman grija bo'lmasligi uchun top 5 ta maslahat bera olasizmi? Endi grija bo'lmasligi uchun aytdim, grijani keltirib chiqaradigan sababni yo'qotish kerak bo'ladi. Endi sabablari ko'p. Birinchi o'rinda o'sha kam harakatlilikni yo'qotish kerak. Ya'ni organizm harakat qilmasa, albatta qon aylanishi pastlaydi. Modda almashinuvi buziladi. Demak, birinchi harakatda bo'lish kerak. Birinchi o'rinda badan tarbiya mashqlarini qilish kerak har kuni ertalab, yotar payti. Keyin to'g'ri ovqatlanish kerak. Ko'p ovqat yesa ham semirib ketmasligi kerak. U ovqatni kam ko'pligiga bog'liq bo'lmaydi. Bu asosan ovqatning tarkibiga, ya'ni oqsil, yog', uglevod, vitamin, minerallar hammasi bo'lishi kerak bir kunlik ovqat ratsioni. Og'ir jismoniy mehnat, surunkali og'ir jismoniy mehnatdan imkon darajasida qochish kerak. Keyin o'sha imkoniyat darajasi bo'lsa agar suzishga ko'proq qatnab turish kerak. U nima foydasi bo'ladi suzishda? Eng yaxshi qon aylanishni yaxshilaydigan mashq bu suzish hisoblanadi. Chunki suzgan paytingizda organizmdagi hamma mushak ishlaydi. O'shaning uchun grijani dastlabki o'sha anaqalarida, ya'ni grija bo'lmagan bemorlarning ko'pchiligi suzishga borsa tezroq yaxshi bo'ladi. Ortiqcha vazn qay darajada ziyon belga? Ortiqcha vazn bemorlar ham ko'p-ku misol. Ortiqcha vazn o'sha aytganimizdek organizmda to'liq o'sha yog'larni parchalanmasligi hisobiga, qorin oldi qismlariga o'sha yog'larni keraksiz to'planib qolish hisobiga kelib chiqadi. O'zi semizligini naqasi ham. O'sha aytganimdek, o'sha qon aylanishi buzildi, modda almashinuvi buzilyapti, xolesterin ko'p, qon tomirlari torayib boradi. Bularda hammasi mana shu umurtqalarning orasidagi disklarni
naqa bo'lishiga, ya'ni elastikligini yo'qolishiga olib keldi. Ham umurtqaga tushadigan yuklama oshadi. Masalan, 70 kiloli odam bilan 120 kiloli odamning umurtqasida farq bo'ladi. Farq bor. Lekin suyak tuzilishi skeleti bir xil bo'lsa ham, lekin bitta misol uchun 70 kilo normada bo'lsa, bunda 140 kilolar bor. Ortiqcha yuk ezadi, to'g'rimi? Endi umurtqaga ham u birdaniga 100 masalan 20 kilo bo'lib tug'ilmaydi-yu. Masalan 120 kilo bo'lib tug'ilsa, umurtqa shunga o'xshab baquvvat qalin bo'ladi. Balki o'sha odam 100 kilo bo'lgan. 100 kilodan birdaniga 40 kilo qo'shadi. Lekin umurtqasi 100 kilo uchun. Og'ir bu yuklama, qo'shimcha 40 kilo yuklamani u doim ko'tarib yuradi. Umurtqaga albatta bu disklarni zichlashishiga olib keladi. Keyin yana bitta narsa, umurtqada faqatgina grija bo'lmaydi. Shu tomonni ham aytib qo'yish kerak. Agar endi aslan bizdan oldin bemorlar ko'proq nerv patologga boradi. Bizga oxirgi momentda nerv shamollagan bo'lsa kerak deydi. Bunda demak, asnovno eng ko'p uchraydigan kasalliklari umurtqa pog'onasida uchraydigan bu birinchi o'rinda o'sha grija, ikkinchi o'rinda stenoz kasalligi bor, uchinchi o'rinda listis kasalligi bor. Juda ko'p bemorlar bizga kelgan payti umurtqa o'sha MRT'sini ko'rgan paytimizda ularda listis bo'ladi yoki stenoz bo'ladi. Bu nima degani? Ana bu qisqacha tushuntirib bersangiz. Xo'p, stenoz degani umurtqa pog'onasi kanali torayib qoladi. Endi bu grijani hisobiga ham bo'lishi mumkin. Asosan bu o'sha umurtqani orqa miyani ustida o'rab turadigan sariq boylam bo'ladi. O'sha sariq boylam qalinlashib ketadi. Ana shuni hisobiga orqa miya qisilib qoladi kanalning ichida. Listis deganimiz umurtqalar bir-birini ustida o'ynab ketadi, ya'ni siljib ketadi. Umurtqada o'ynab ketadimi? O'ynab, bir-birini ustidan surilib ketgan holatlari bo'ladi. Ana shu holatda ham bemorlar juda ko'pi grija bilan davolanib yuradi. Ana shu 3 ta kasallikda baribir belgisi 3 xil bo'ladi. Uy sharoitida ham o'sha siz aytgandek aniqlab bo'ladi, qaysi kasalligini. Agar grija bo'lsa, обязательно og'riq oyoqning orqasida bo'ladi, tortishgan og'riq bo'ladi. O'zlari aytadi, bemorlar juda yaxshi biladi. Oyog'imning uchidan bitta tomir tortadi deydi. Demak, ko'rayotgan odamlar o'zi biladi. O'zi biladi. O'shaning uchun uy sharoitida ham buni aniqlab olsa bo'ladi. Masalan, mutaxassisga borish shart emas. Обязательно mana shu 3 ta narsa bo'ladi. Qanaqa o'tirib turish yoki qanaqa devorga tik turish mashqlari ham bormi, bilsa bo'ladigan, og'ritadigan? Yo'q. Grija kasalligida oyoqni uchida turish mumkin yoki oyoqni tovon qismi bilan turgan holatda bo'lsa, agar 4-5 bel umurtqasida grija bo'lsa, tovon bilan yurganda og'riq kuchayadi. Agar 5 bilan 1-dumg'azani orasida bo'lsa, oyoqni uchida yurganda og'riq kuchayadi. Yura olmaydi kasal. Chunki oyoqni kuch bo'lmaydi, oyoq tashlab yuboradi. Bu grijada. Hop, endi stenoz kasalligida bemorlarning ko'pchiligida bitta belgi bo'ladi, bemorlar uzoqqa yura olmaydi. Ya'ni masalan 50 metrga yo boradi, bormaydi, ikkala oyog'i ham bir xilda yo'q bo'lib qoladi. Masalan, bemorlarda o'sha uydagilarda mana shu holat bo'lsa, bilsin, ularda stenoz bo'ladi, grija bo'lmaydi. Ya'niki uzoq masofaga yura olmay qoladi. Даже 10 metrga yurganda oyoq bo'ysunmay qoladimi? Bo'ysunmay qoladi. Ozgina o'tiraman deydi, sal oyog'im o'ziga keladi, yana 10 metr yuraman, yana o'tiraman deydi. Stenozda bu bo'ladi. Listis kasalida asosan og'riq o'tirib turganda bo'ladi. Ya'ni bemor o'tirgan holatda tikka turaman desa, belida kuchli og'riq bo'ladi. Bu holatda faqat listis haqida o'ylash kerak, boshqa hech qanaqa kasallikni o'ylamaslik kerak. Buni hozir operatsiya bilan olib tashlash kerak bo'ladi, nima qilish kerak? Xo'p, endi ikkala holatda listis bilan stenoz kasalligida konservativ davo yo'q. Absolyutni konservativ davo yo'q. Faqatgina operatsiya qilish kerak. Stenoz diagnozi qo'yildimi, iloji boricha bemorlar tezroq operatsiya qildirish kerak. Listis diagnozi qo'yildimi, iloji boricha tezroq operatsiya qilish kerak. Endi grijani masalasi bor. Grijani masalasida unda kattaligini ko'rish kerak. Grija qachonki bo'lganda bemorning xohishi bilan operatsiya qilib olsa bo'ladi. Protruziya holatida operatsiya shart emas, davolasa bo'ladi. Uni bemalol 100% davolaversa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, Ahadjon aka, navbatdagi savolim, operatsiyadan oldin grija bor yoki yo'qligini aniq bilish uchun qanaqa tekshiruvlardan o'tish kerak o'zi? Xo'p, birinchi o'rinda bemordan shikoyatni eshitish kerak. Bemorda ya'ni anamnez yig'iladi. Bemor o'sha albatta oyog'idagi og'riqqa shikoyat qilish kerak.
Agar bemorlarda og'riq faqat belni o'zida bo'lsa, ularni dori bilan davolagan ma'qul bo'ladi. Lekin oyoqda o'sha orqa qismida asosan og'riq, tortuvchi og'riq bo'ladigan bo'lsa, xarakterda bo'lsa, bu MRT tekshiruvi qilinib, bel sohasini MRT tekshiruvidan o'tkazib, ana undan keyin demak davolash shifokor ko'rigiga borib qilsa boshlash bo'ladi. kerak. Tushunarli. Operatsiya o'sha rentgenga qarab sizdan bir aniq tashxis qo'yishingiz mumkin bo'ladi, shuni to'g'rimi? Ha. Hop, navbatdagi savolim Ahadjon aka, qanday holatlarda operatsiya qilishga majbur bo'lamiz? Xo'p, operatsiya holatda qilishga operatsiya to'g'risi majbur bo'lmaymiz. Sababi bu shoshilinch operatsiya emas. Ya'ni operatsiya qilmasa bemor masalan nobud bo'lib qoladi deydigan operatsiyaga kirmaydi bu. Bu faqatgina rejali ravishda qilinishi kerak bo'lgan operatsiyalar bular hammasi. Ya'niki operatsiyaga ko'rsatma deydigan bo'lsangiz, operatsiyaga ko'rsatma bu yerda demak dori darmon bilan davolashni foydasizligi. Masalan, siz Dori ta'sir dori qo'ysa. beryapsiz, konservativ davolayapsiz, hech qanaqasiga foyda bermayapti kasalga. Ya'ni kasalni og'riqlari kundan kunga kuchayib boryapti. Kasalda oyog'idagi nevrologik o'zgarishlar kuchayib boryapti. Ana bu holatda MRT tekshiruvida o'sha belda grijani kattaligi. Ya'ni grijani kichigi bor, o'rtachasi, kattasi va giganti bo'ladi. Katta grijalarda, gigant grijalarda imkon darajasida operatsiyani tezlatib qilish kerak. Keyin oyoqda kuchsizlik, og'riq kuchayib Da, u ketsa, o'sha nevrologik o'zgarishlardan aytganimizdek, bemorda oyog'ida kuchsizlik bo'lsa, ya'ni o'sha tibbiyot tilida buni parez deydi. Ya'ni o'sha nerv tomoni, qisilgan tomonda oyog'ini kuch pasayib qoladi. Buni o'zini baholash shkalasi bor. O'sha shkala bo'yicha baholaniladi. Asosan o'sha 5 ta baholash shkalasi bor. Ya'ni mushak kuchi 1 dan 5 gacha bo'lgan holatda baholanadi. 1 dan 5 gacha parez, harakat bo'lmasa, umuman mushakda kuch bo'lmasa, bu plegiya deyiladi. Bu holatda operatsiya foydasiz bo'ladi. Operatsiya ham foyda qilmaydi bu holatda. Shuning uchun tezlatib qilish kerak. Mana shu holatga olib bormasdan. Tushunarli. Endi eng oxirgi holat operatsiya bo'ladi. Yo'q, operatsiyadan keyin tiklanmagan holatlar juda ko'p. Bundan tashqari, masalan, grijada faqat o'zgarish oyoqda emas, chanoq sohasida a'zolar faoliyati ham buziladi. Masalan, ko'pchilik bemorlar keladi, siydik tutolmay qoladi yoki bo'lmasam siydik ajramay qo'yadi. Ya'ni siydik tutilishi deydi. Ana bu holatlarda ham masalan operatsiya qilamiz. Bu operatsiyadan keyingi bu nevrologik buzilishlarning tiklanishi 50-50 ham emas. Tiklanmay qolishi ham mumkin. O'shaning uchun imkon darajasida asoratlar bosqichiga o'tmasdan bizga murojaat qilish kerak. Tezroq o'sha operatsiya masalasini ko'rib chiqish kerak. Imkon darajasida operatsiyani tezlatib qilish kerak. Ya'ni o'sha nevrologik buzilish kelib chiqdimi, undan keyin operatsiya unga 100% foyda beradi deb hech kim ayta olmaydi. Foyda bermasligi ham mumkin. Foyda bermasligi ehtimoli yuqori. Bu o'tib ketgandan keyin, masalan, mana siydik tutolmay qoldim deydi. Siydik anov qilmay qoldi, ajramay qoldi deydi. Siyolmayapman deydi. Xohishim bor, lekin siyish bo'lmayapti deydi. Ana bu holatda masalan tezlatib operatsiyani qilib olsangiz, operatsiyadan keyin fiziolechiniya qiladi. Ulardan keyin tiklanish ehtimoli biroz oshadi. Lekin uji oy o'tyapti, 1 oy oldin uji menda siydik kelmagan yoki 1-2 oy oldin bo'lgan desa, ularda juda pasayib ketadi. Sababi 1 oy ichida u nerv ezilib tugab bo'lgan. Nerv tiklanishiga operatsiyaning hech qanaqa aloqasi yo'q. Biz faqat operatsiyada uji o'lib bo'lgan bo'ladi. Nerv uji qisilib, ezilib bo'lgan. olib tashlaganingiz bilan baribir. Olib tashlaganimiz bilan nerv tiklanib qolmaydi. Undan keyin baribir u ham fiziolechiniya oladi, lekin nervni yana qayta faoliyat qilib ketishi bu masala u. Bunga hech kim javob bermaydi. Demak, vaqtliroq Vaqtliroq operatsiyaga bunaqasini ko'rib chiqish kerak. Yana bir o'zim savolim bor-edi. Grija asosan yosh kattalarda uchraydirdim-da, chunki yosh kattalarda misol ko'proq o'tirib ishlaydi, og'ir ko'taradi degandim. Endi yoshlarda ham uchrayapti ekan. Bu demak, grija kasalligi yosharadigan kasalliklardan birimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi grija kasalligi faqatgina chaqaloqlarda bo'lmaydi.
chaqaloqlarda tug'ma bir boshqa anomaliya bo'lmasa, chaqaloqlarda bo'lmaydi. Qolgan ish faoliyati bilan shug'ullanadigan любой yoshda bo'laveradi bu. Aytdim-ku, bitta faktorni oldinga tashlasangiz bu noto'g'ri bo'lib qoladi. Sababi bu yondosh narsani nimalar ham xuddi. hammasi birgalikda kompleks bo'lsa, mana kasal to'g'ri ovqatlanmayapti. Og'ir jismoniy mehnati ham bor. Ba'zida kam harakati ham bor. Kam harakat kuniga 5-6 soat o'tiramiz. Noto'g'ri ovqatlanyapti. Masalan, kerakli vitaminlarni qabul qilmayapti. Ana bu odamda 100% grija bo'ladi. 100% bularda grija bo'ladi. Lekin bitta odam ofisda ishlaydi, kam harakat qiladi, lekin har kuni ertalab kechqurun badan tarbiyasini qiladi. Og'ir yuk ko'tarmaydi, to'g'ri ovqatlanadi. Ana bu odamda grija bo'lmaydi. Masalan, bitta narsani ushlab olib, bo'ldi, og'ir yuk ko'tarsa grija bo'laman ekan deb og'ir mehnat qilmasdan, ba'da kam harakat bo'lib, noto'g'ri ovqatlanib, zararli odatlar qilib yursa, bunda ham bo'laveradi. Hamma men aytgan narsalarni hammasi birgalikda kompleks ta'sir qilsa, ana bu odamda grija bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Masalan, kam harakat, og'ir mehnat ham qilib qo'yaveradi, to'g'ri ovqatlanmaydi. Bir joyda uzoq muddat o'tiradimi so'rachi? To'g'ri ovqatlanmaydi, zararli odatlari juda ko'p. Ana bu odamlarda grijani ehtimoli yuqori bo'ladi. Vaholanki o'sha organizmda qachonki qon aylanishi buzilsa, modda almashinuvi buzilsa, ana unda keyin grija paydo bo'ladi. Ungacha bo'ladi. O'zi qanaqadir bir nominal qiymat bormi og'ir yuk ko'taradigan insonlarga, misol vazni 70 kilo bo'lsa, yo'q, og'irligini o'lchovi bo'lmaydi. Sababi umurtqalarni faqat ushlab turadigan narsa suyakni o'zi emas. Bundan tashqari bularning ichida yetarlicha muskul atrofini o'rab turadi, boylamlari bor. Umuman organizmdagi bizdagi suyaklar juda ham mustahkam qilib yaratiladi. Umurtqa pog'onasi ham xuddi shunaqa, u ha deganga sinib bir nima bo'lmaydi. Faqatgina organizmi slabiy bo'ladi, organizmda kalsiy almashinuvi buziladi, yetarli minerallar bo'lmaydi, sekin suyak mo'rtlashishni boshlaydi. Masalan, siz bu suyakka kerakli narsani organizmga tashqaridan berib tursangiz, organizm bu suyaklar u sizdan ham keyin qoladi. Siz o'lib ketaverasiz, bu qabrda qoladi mana shu. Juda mustahkam narsa bo'ladi. Yana bir navbatdagi savolim bor. Bir bemor grijasi bo'lgan va grijasi bor bemorga fiziologik qilib kalsiy qanaqadir shunaqa vitamin beradigan narsalar bergan, yaxshiroq bitib ketsin deb. Aksincha grija qaytish o'rniga kattalashib ketgan. Bunga nima operatsiya bo'lgan deyapsiz? Yo'q. Bir bemorda grijasi bo'lgan. Grijasini operatsiya qildirmagan, lekin shunaqa klinikada davolangan, yo'q, yaxshi bo'lmagan, aksincha grijasi yana kattalashib ketgan. Chunki kalsiy olgan ekan, suyaklar mustahkam bo'lsin, baquvvatlashsin, yaxshi bo'lsin degan, lekin aksincha kattalashib ketgan. Nima sabab bo'lgan? Xo'p, bizda shunday narsa bor, masalan, biz neyroxirurg bo'lganligimiz uchun biz operatsiya qilamiz, grija qayerdan chiqyapti, qanday chiqyapti, grijani o'zi turishi nima u? Men sizga hali aytdim-ku, grija o'zi qanaqa bo'ladi? Biz ularni daji ushlab ko'rib bilamiz. Grija qanday chiqyapti, nima bo'lyapti, grija o'zi nima u? Lekin shunaqa masalan davolaydigan o'sha fiziologik qiladi, tortadi, massaj qiladi. Orqasiga urib ko'ribdi, masalan, orqasiga ko'rishgan, shunaqalar ham bor ekan-da endi. U odamlardan masalan so'rasangiz, grija o'zi nima, qayerdan chiqadi desangiz bilmaydi. Ochiq gap, masalan, ko'pchilik bunaqa bilan shug'ullanadiganlar o'qimaganlar bo'ladi. Qayerdandir o'rgangandir, YouTube'dan o'rgangandir balki. O'qimagan odam u bilmaydi, u grija nima o'zi, etapi qanaqa uni, nima bo'lsa grija bo'ladi, nima bo'lsa protruziya bo'ladi. Buni bilmaydi, davolaydi. Masalan, ba'zi grijalar bor, tortish mumkin emas. Yoki bo'lmasa men aytgandek, masalan, grija emasdir, u listez bo'lishi mumkin. Balki stenozdir unda. Ana bularda massaj qilish mumkin emas. Masalan, listezni massaj qilsangiz battar bo'ladi. Stenozni tortib qo'ysangiz oyog'i ishlamay qoladi. Masalan, xalqimiz bilmaydi-yu. Beli og'riyaptimi, bo'ldi. Nima unda grija? Bitta tushuncha bor xolos bizda. Mana o'sha ko'pchilik kelgan bemorlarimizda, sizda listez ekan, buni operatsiya qilish kerak desangiz, 4 yildan beri meni davolayapti-yu deydi. Grija bilan davolayapti-yu. Menga birorta odam aytmagan buni deydi. Ammo grija emas lekin. Grija emas u, absolyutno unda grija yo'q. Da to'g'ri, umurtqani surilish hisobiga mana o'rtadagi disk suriladi baribir. Uni grija deb o'ylang, u grija emas u. Bu umurtqa surilganning hisobiga grija chiqyapti. Sen umurtqasini bunday qilib to'g'rilab
bunga neyroxirurgga jo'natsa, masalan bizga jo'natsa, biz unga tushuntiramiz, opa yoki aka, sizda grija yo'q, sizda umurtqa surilib ketyapti. Umurtqa surilgandan keyin o'rtadagi diskni ham birga suryapti u. O'shani hisobiga sizda grija paydo bo'lyapti. Buni masalan kuniga 1 millionlik dori qilsangiz ham foyda bermaydi u odamga. Qaytib qolmaydi uni. Umuman absolyutno qaytmaydi. U borgan sari kuchayib boradi. O'tgan kuni yosh 80 da bitta kampir xola keldi. Klinikada yotibdi, davolanyapti ekan. Bizni eshitib keldi, bizga keldi, ko'rsam listes 100% umurtqa surilyapti. Unga grija deb tasdiq. Uni grija deb 3-4 yildan beri davolayapti. Uni yana grija deb yotqizyapti klinikaga, davolayapti. Endi nima bo'ladi dedi. Endi xola hech nima bo'lmaydi. Sababi yoshingiz o'tdi, 80 yoshsiz. Endi siz operatsiyani ko'tara olmaysiz. Endi yurasiz. Endi iloji yo'q. Belingizga bandajingizni bog'laysiz, korsetni. Imkon darajasida uzoq yurmaysiz, ko'p yurmaysiz, og'riq bo'lgan paytda ukollarni olib yotasiz. Endi boshqa yo'li yo'q-da. Uni agar vaqtida masalan, hatto 3-4 yil oldin bizga kelganda, biz buni operatsiya qilib joyiga qo'yardik, bemor balki hozir yaxshi yuradi. Endi bo'ldi, uje kech bo'ldi u xola. O'ziga ham tushuntirdik, ancha xafa bo'ldi. Nimaga menga hech kim aytmagan dedi. Bo'lmasa o'sha mutaxassisda yotib davolangan. O'qigan odam. Tabib emas. Endi tabib bo'lsa mayli, xafa bo'lmaysiz. O'qimaganda bitta grijani biladi deysiz. Lekin u odam mutaxassis, shunga o'qigan odam klinikasiga yotqizib davolab, oxiri bizga jo'natibdi. O'shanga ham bitta borib ko'ring. Shunaqa holatlar juda ko'p. O'shaning uchun imkon darajasida yaxshiroq mutaxassisga borish kerak. Ahadjon aka, shu sizga ham ish tajribasi davomida shunaqa tabiblar davolandi degan bemorlar kelganmi grija bo'yicha? Ko'p keladi, operatsiya qilamiz o'shalarni. Ba'zi kasallarni ko'rsangiz, orqasi bo'ynidan to dumg'azasigacha kuydirgan bo'ladi. Kuydirgan? Shunaqasi ham bo'ladi. Shunaqasi ham bor. Orqani ko'rib bo'lmaydi. Hamma joy kuyib yotibdi. Nima, banka qo'yishganmi, nima qilishgan? Yo'q, u maxsus kuydirishgan uni. Kuydiradi. Mana shunaqa yo'li bor. Kuydirsa grija kirib ketadiganmi ekan? Aytyapman, tushunmaydi ular. Mana grijani qattaligini bilmaydi. Ba'zi odamlar, tabiblar yoki bo'lmasam ba'zi bir o'sha mutaxassislar ham bor, operatsiya qildirma deydi. Operatsiya qilsang yarim jon bo'lasan deydi. Masalan, eshitgansiz o'zi. Operatsiya qildirdingmi, bo'ldi, uje tugading, nogironsan sen deydi. O'zi kasallik ko'rsangiz, nogirondan battar bo'lyapti. Oyog'i ishlamayapti. Yaxshi yura olmaydi. Oyog'ini sudrab bosyapti. Ba'zi kasallar aytganimdek siydik kelmay qolgan. Mana shu holatda yana operatsiyadan cho'chiydi. Yo'q deydi, operatsiya qildirsam yarim jon, o'zi nogiron u. To'g'ri. Yana ozgina qolsa betar bo'ladi. Endi bu uchun o'lish kerak bo'ldi. Bundan keyingi unga eng og'ir asorat o'lim bo'ladi. Boshqa uni nevrologik tomondan boshqa asorati qolmadi. Uje hamma asorat unda bor. Oyog'i ishlamayapti, siydik kelmayapti, axlat kelmayapti. Yana nima bo'lish kerak odamga? Eng oxirgi joyga borgan, yana bizga savol beryapti, operatsiyadan keyin yarim jon bo'lib qolsamiz. U yarim jon emas-da, undan ham o'tib bo'lgan u odam. Tushunyapsizmi? O'shalar ham o'sha yurib, chunki u birdaniga bo'lmaydi hech qachon. Yillar davomida to'plangan. Yillar davomida nerv eziladi, davolanib, balki noto'g'ri davolagan. Balki o'sha tortish mumkin emas joyda torttirgan, massaj mumkin emasga massaj qildirib qo'ygan. O'shaning uchun masalan nerv patologlarida ham zo'rlari bor. O'zini masalan hurmat qiladigan nerv patolog bo'lsa, hech qachon ko'zi yetadi bittada MRTni ko'rsa, bittada ko'zi yetadi, bu davolanib bo'lmaydi. Chunki shunaqa nerv patologlari bor, bizga kasallarni jo'natadi. Ko'ring, biz ishimiz emas ekan deydi-da. Aytadi. Mana bu kasalni jo'natyapman, ko'ringchi, cho'ti bo'lmayapti deydi. To'g'ri, u ham davolab ko'radi bir marta. Lekin kasalni surunkali olib yurmaydi-da oylab. Masalan, 10 kun yotdingiz, bir oydan keyin ikkinchisiga kelasiz demaydi. Bitta davolaydi, bo'lmadimi? Bo'ldi jo'natadi. O'shanaqa kasallar kelgan, mana u doktor jo'natdi, bo'lmayapti deydi, biz ko'ramiz, haqiqatda bo'lmaydi, uni operatsiya qilish kerak. Lekin ba'zi mutaxassislar bor, olib yuraveradi mana shunaqasi. Balki bu foyda qilib qolar. Endi 3-chisini olasiz, unda yaxshi bo'lasiz deydi. Oxiri keyin hali bemorni o'zi beziydi undan, bo'ldi deydi, sog' bo'l deydi. Keyin boshqa odamga borsa, u keyin bizga jo'natadi. O'shaning uchun operatsiyani vaqtida qarorini qabul qilish ham juda muhim. Masalan, vaqtida operatsiya qildirsangiz, tezroq yaxshi bo'lasiz. Bitta narsa grija absolyutni dori bilan bo'lmaydi. Absolyutni bo'lmaydi.
umurtqani orasidagi disk yorildimi, u davolanish foydasiz. Siz davolanaverasiz, to'g'ri, men aytganimdek og'riqlar qoladi. Lekin yoriq tuzalib qolmaydi-yu baribir, yopilib qolmaydi-yu. Yorilgan joy yorug'ligicha turaveradi. Balki grija orqaga qaytar. Men bilmayman buni, lekin qaytishiga ham ishonib olmayman. Lekin ba'zi bir emertlarda haqiqatan 11 9 bo'lgan joylarni ko'rgan. Ozgina qaytgan. Davolangandan keyin. Lekin o'sha yoriq turgandan keyin siz yana bitta yuk ko'tarib mana umurtqaga yuklama tushirsangiz, Yana chiqadi. o'rtadagi narsa yana chiqadi mashinasi. Oldin chiqqanda shunga-dek. Ha, chunki oldin chiqib bo'lgan u, yorib bo'lgan u. Yana chiqadi. Tortsangiz balki qaytar. Lekin men ko'rgan grijalar qaytadigan grija emas-da. Chunki biz operatsiya qilib ko'ramiz buni. Diskni bossangiz, mashinada bo'lib o'ynab turadi. Uni operatsiya qilmagan odam bilmaydi, ko'rmaydi, tushuncha yo'q. Lekin biladi, shtobi grija nimaligini umumiy hisobda biladi. Tushunchasi bor. Lekin qayerdan chiqishigacha bilmaydi-yu. Ya'ni o'zi bilmagan narsaga qildirma, yarimjon bo'lasan deyish kerak emas-da. To'g'risi. Tushunarli. Ahadjon aka, men shunaqa bemorlarni Ahadjon aka shunaqa bemorlar eshitganman va Instagramda ko'rib qolyapmiz. Oyoqni osmonda qilib, osib davolayotgan, oyoq qo'lini cho'zayotganlarni ko'rdim. Hatto orqasiga mushlab, bolg'alab urganlarni ko'ryapman-da. Bunga qanaqa qaraysiz? Aka, men bilmayman. Sababi men uni grijami yo'qmi, buni bilmayman. Masalan, grija odamni osyaptimi-yu, yo o'zi ko'chadan topib kelib prosta video uchun qilyaptimi, buni bilmayman. Lekin men bilgan narsam, men ochig'ini gapiraman, buni kitob aytmaydi hech qachon. Sababi men ochib operatsiya qilgan holatlarimni ko'rib aytyapmanki, grija bo'ldimi, u qaytmaydi. Ming tortsangiz ham bunday buramaysizmi odamni? Naqasiga, baklashkaga o'xshab buklasangiz ham qaytmaydi u. Qaytgan taqdirda ham yana chiqadi. 100% yana chiqadi. 1 oyda chiqmas, 2 oyda chiqmas, balki 6 oyda ham chiqmas. Lekin qachondir yana chiqadi. O'shaning uchun o'sha bemorlarga agar 100% qutulmoqchi bo'lsa, eng yaxshi yo'li operatsiya. Eng yaxshi yo'l. Tushunarli. Xo'p. Xo'p, navbatdagi savolim, grija operatsiyasi qanday bosqichlarda o'tadi va bu og'riqlimi? Xo'p, endi grijani 2 xil operatsiya qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda demak bittasi ochiq usulda, ya'ni traditsion deydi. Ya'ni o'sha teri butunligini buzgan holatda ochiq o'sha eski usulda kirib borib, umurtqa orasidagi diskdan chiqqan grijani olish mumkin. Endi hozirgi kunda keng tarqalyapti. Bu zamonaviy, ya'ni o'sha endoskopik usul bilan olish. O'sha xalq orasida lazer deydi-yu. Xuddi o'shanaqa usul bilan grijani olsa bo'ladi. Endi ikkalasining ham maqsadi bitta. Ikkalasining ham maqsadi grijani yo'qotish. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi, masalan, ochib qilishga to'g'ri keladi. Uni ochib qilmasangiz bo'lmaydi. Endi ba'zi holatlarda, masalan, klassik chiqqan grijalarda ko'proq, masalan, endoskopik usul bilan olgan ma'qulroq. Qanaqa bo'ladi? Endoskopik usul bilan olish 2 xili bor. O'sha monoportal bor, biportalli olish usuli bor. Hozir o'sha aynan bizning klinikamizda, Materna klinikasida biportal usul bilan grijalarni operatsiya qilib kelyapmiz. Bu kichik tirqish orqali deganmi? Da, endoskop degani, demak, teri butunligi buzilmaydi. Faqatgina ikkita o'sha endoskopda asosan bittasi skopi, bittasi ishchi naqas portali kiradi. O'sha uchun ikkitagina badanda teshik qilamiz. Shu ikkita teshik orqali kirib, kichkina tirqishdan kirib borib, ana shu umurtqani orasidagi o'zi fiziologik teshigi bo'ladi. Ana shu teshik yordamida kirib, umurtqa orasidagi grijani olib tashlasa bo'ladi. Buni yaxshi tomoniki, stenoz kasalligida основной, stenoz kasalligida juda zo'r effekt beradi. Sababi stenoz kasalligida aytganimdek sariq boylam qalinlashib, orqa miyani qisib qo'yadi. Uni ochiq usulda qilgan paytimizda umurtqani polni butunligini buzishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni umurtqani orqa qismlarini olib tashlaymiz, kesib. Umurtqa orqa qismlarini olib tashlaganingizdan keyin kelajakda bemorlarda umurtqani siljishi kuzatilishi mumkin. O'sha men aytgan listez degan kasallik kelib chiqadi.
Lekin endoskop bilan oladigan bo'lsangiz, o'zini maxsus kichkina teshik orqali kirib borib, o'ng tarafda ham, chap tarafni ham tozalash imkoniyati bo'ladi. O'shaning uchun stenoz kasalligi eng yaxshisi endoskop bilan qilish kerak. Ko'proq grijani darzanli chiqqan grijalar bo'ladi, ya'ni kanalni ichiga qarab chiqqan grijalarda endoskop yaxshi. Xo'p, keyin masalan sahri borlarda, masalan teri butunligi bitmasligi mumkin-da unda kesmalarda, jarohatlarda sahri borlar. Sahri borlarga ham juda yaxshi foyda beradi. Tezroq bitib ketishi. Tezroq bitadi, undan keyin terida jarohat qolmaydi почти. Umurtqani umumiy anatomiyasi buzilmaydi. Va bemorlarda qayta mehnatga qilish qobiliyati tez tiklanadi. Mana bugun operatsiya bo'lsangiz, bemorlar уже ertangi kundan turib yurishni boshlaydi. Hali yaram qachon bitadi, nima bo'ladi? Bir hafta o'tganda sekin ishiga ham qaytsa bo'laveradi. Bemalol qaytaveradi. Endi og'ir mehnat qilmaydi. Necha oygacha o'zining haq yurishga, necha 6 oygacha? Agar endoskop bilan qilgan naqalarimizda, bemorlarimizda hali men 3-4 oylab unaqa qat'iy rejim belgilaganim yo'q. Men o'zim qilgan bemorlar уже 1 oydan keyin bemalol o'zini ishlarini qilib yurishaveradi. Hali 3 oy og'ir mehnat qilmaysan, 4 oy u qilmaysan, o'tirmaysan degan narsa yo'q. Lekin 6 oygacha ehtiyot qilib yursa. Qilib yursa, qancha ehtiyotlasa shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi. Baribir bu operatsiya bo'lyapti. Operatsiya o'yinchoq narsa emas. Operatsiya bo'lyapti. Endi ba'zi bir holatlarda mana turmush tarzi balki uni ish sharoitidan kelib chiqib ishlamasa bo'lmaydigan holat bo'lib qoladi. Bunaqa kasallar o'sha 1 oydan keyin bemalol o'zini ishlarini qilib yuraveradi. Endi usta bo'lsa, quruvchi bo'lsa yoki bo'lmasam sement ishlarida ishlasa, u обязательно ular 3-4 oydan keyin borgani ma'qul. Lekin yengil ofisnoy ishlarda bo'lsa, bemalol 1 oydan keyin o'zini ishiga qaytaveradi. Tushunarli. Ahadjon aka, navbatdagi savolim, operatsiyadan keyin bemorlaringiz nimalarga amal qilish kerak? O'shalar bo'yicha bir tavsiyalar berib o'tsangiz. Nimalarga amal qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak? Xo'p, operatsiya o'tkazgan bemorlarimiz endoskopda, demak, operatsiyadan keyin nimalar qilish kerak? Bemorlarimizga albatta o'sha operatsiyadan keyin ma'lum bir o'zini ichib yuradigan dori-darmonlari bo'ladi. Ularni albatta biz buyurib beramiz, vaqtida o'sha ichish kerak. Imkon darajasida og'ir jismoniy yuklama qabul qilmasligi kerak. Bel sohasidan bo'lgan operatsiyalarda ko'proq bemorlarimizga o'sha operatsiyadan keyin 1 haftadan keyin o'sha bel mashqlarini buyurib beramiz. Bel mashqlarini biz aytgan muddatgacha qilish kerak bo'ladi. O'z usullari tushunib o'zini videolari bor, ularni tashlab beramiz. Xo'p, imkon darajasida operatsiya bo'lgandan keyin kamida 2 hafta bemorlarimiz kamroq o'tirishi kerak. Ko'proq yurish kerak ekan demak. Ko'proq yurish kerak. O'tirishni imkon darajasida kamroq o'tirish. Demak, yurganda moddalar almashinuv yaxshi bo'ladi, to'g'ri shunaqa deganingiz adashmasam. Yurganda o'sha qon aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Prosta o'tirgan paytida umurtqaga tushadigan yuklamani oldini olish uchun o'tirmaslik kerak. Operatsiyadan keyin o'sha operatsiya qilingan sohani, ya'ni bel sohasini imkon darajasida issiq saqlash kerak. Sovuqqa bo'lmaydi. Sababi endoskop bilan bo'lgan operatsiyalar masalan o'rtacha 1,5-2 soat davom etsa, 2 soat davomida organizmni biz suv bilan yuvib turamiz. Oddiy o'sha fizrastvor, natriy xlor suv bilan yuvib turamiz. O'sha suvning ma'lum bir qismi to'qimalarga shimilib qoladi. Iloji yo'q-da? Yo'q, uni iloji yo'q. O'sha asnovni ko'p qism chiqib ketadi, lekin ma'lum bir foizi uni ham masalan qancha bir 0,5% to'qimalarga shimilib qoladi. To'qima o'ziga suvni shimadi, bo'kadi. Operatsiyadan keyin asnovnoy bemorlarda shikoyat belimda og'riq bor deydi. Oyog'imda og'riq demaydi, belimda og'riq deydi. U beldagi og'riq o'sha bel muskullarini shamollatib oladi. Ya'niki o'shaning uchun biz bemorlarga aytamiz, imkon darajasida belni yaxshi issiq saqlash kerak. Belga o'z maxsus taqadigan karsitlar bor. O'sha materialdan tayyorlangan qalin, o'shalarni mahkam qilib bog'lab, undan keyin belni mahkam tutadigan karsit bor, uni bog'lab yursa, xudo xolasa bellarida ham og'riq bo'lmaydi. Tushunarli.
Hajon aka, bizni kuzatuvchilarimiz orasida shunaqa belda, oyoqda simmalash og'riqlari bor bo'lgan bemorlar vodiy bo'yicha bo'lishi mumkin, Andijon, Namangan, Farg'ona hududidagi yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Shu bemorlarimiz sizga aloqaga chiqish uchun, konsultatsiya olish uchun nimalar qilish kerak va manzillaringizni aytib o'tsangiz. Agar sizda va sizni yaqinlaringizda ushbu kasalligi bilan hastalangan demak bemorlar bo'lsa, biz hozirda o'sha Bog'dod tumanida joylashgan Moderna ko'p tarmoqli xususiy klinikasida mana shu zamonaviy yo'l bilan grija va stenozlarni demak endoskopik yo'l bilan operatsiyalarni qilyapmiz. Og'riqsiz holatda. Albatta. Bir kunda javob beriladi. Da operatsiyadan keyin Holatiga qarab. bir kundan keyin birinchi o'rinda holatiga qaraladi. Bir kundan keyin bemorlarimiz turib yuradi. Va bir hafta 10 kun ichida ular bemalol o'zini ish faoliyatiga qaytsa bo'ladi. Bizda demak o'sha kerakli barcha diagnostika uchun tekshiruvlarimiz bor. Sharoitlarimiz Palatalar ham bormi? Palatalar, yotoq joyi uchun palatalarimiz bor. Va eng asosiysi hozirgi kunda butun vodiy bo'ylab mana shu endoskopik usulda eng arzon operatsiyalar hozirda bizda. Juda ham yaxshi. Endi boshqa chekka viloyatlardan keladigan bemorlarimiz bo'lishi mumkin-da, endi ularga ham misol kelishlari uchun sharoitlarimiz, yotoq joylari ham hammasi yotoq joy, sharoit, hamma narsa demak bizda hozir yaratib qo'yilgan. Ya'niki o'sha nafaqat Farg'ona, balki Andijon, Namangan va o'zimizdagi boshqa tumanlardan keladigan bemorlar bo'lsa ham, ular uchun ham ularning qarovchilari uchun ham demak shart-sharoitlar qilib beriladi. Aloqa uchun bemalol bizga pastda raqamlar qoldirib qo'ysak, aloqa chiqsa bo'laveradi bemalol. Bo'laveradi, bemalol. Bo'ldi, gap yo'q. Bepul konsultatsiyalar ham bor. Zo'r, rahmat e'tibor uchun. Juda ham ushbu podkastimiz ko'pchilikga manfaatli, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun sizga ham rahmat kattakon. Kelgusi sonlarda yana ham bir grija bo'yicha foydali tavsiyalarni ma'lumot berasiz deb umid qilamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga.